Tohir Malik 1946-yili Toshkentda ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. U o'rta maktabni tugatgandan keyin Toshkent davlat universitetining jurnalistika bo'limida o'qidi. Maktablarda o'qituvchilik qildi, nashriyotlarda xizmat etdi. Respublika radio va televideniya qo'mitasida, Yulduzcha nashriyotida, Guliston Sharq yulduzi, Yoshlik jurnalida adabiy xodim, mas'ul kotib va bosh muharrir, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida kotib bo'lib xizmat qildi. Tohir Malikning birinchi asari Hikmat afandining o'limi 1971-yilda chop etilgan. So'ngra u Zaharli g'ubor 1978-yil, Somon yo'li elchilari 1979, ilmiy fantastik asarlarini Chorrahada qolgan odamlar 1985-yil, Qaldirg'och 1987-yil, Bir ko'cha, bir kecha 1988, Alvido bolalik 1989-yili, So'nggi o'q 1990-yillar kabi o'nlab hikoya va qissalar to'plamlarini chop etdi. Yozuvchi ko'pincha fantastik, ilmiy fantastik va sarguzasht janrlarda yozadi. Adibning Qaldirg'och qissasi Abdulla Avloniy taqdiri misolida 20 yillar o'zbek ziyolilarining shakllanishi haqida bahs yuritildi. Yozuvchining So'nggi o'q qissasi asosida 1994-yili telefilm suratga olingan. Tohir Malik so'nggi yillarda romanavist sifatida shuhrat qozondi. Uning Shaytanat birinchi kitobi 1992-yilda, ikkinchi kitobi 1995-yilda, uchinchi kitobi 1997-yilda, to'rtinchi kitobi 2000-yilda. Sarguzasht detektiv roman o'zining ma'naviy axloqiy muammolari bilan talabchan kitobxon va adabiy jamoatchilik e'tiborini qozondi. Shuningdek, muallif 1995-yil Yov nomli qissa ham yaratgan. Adibning Mehmon tuyg'ulari 2003-yili kitobi ham kitobxonni befarq qoldirmaydi. Unda sezgirlikka, hayotni anglashga, odamlarni tushunishga, Alloh bergan umrni qadrlashga da'vat ruhi yetakchilik qiladi. Mohir hikoyanavis, qissanavis va romanavis Tohir Malik 2000-yilda O'zbekiston xalq yozuvchisi degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi. Hozirgi kunda uning ko'p jildlik saylanma asarlari chop etilmoqda.